Yana bir bor assalomu alaykum deb qolamiz. Do'sti 92 ning mehmonlari. Mana ikkinchi videomiz bugun 22-sanasida. Soat mana 6 bo'ldi. Xo'p, 5 ta javob boshlab edi qoru. Lekin biz 1 soat optaylik, soat 6 da javob boshlab edi. Mana 10-12 soat bo'ldi. 6 dan 6 gacha 12 soat bo'ladimi? Xo'p, kechqurungi soatga 6 bo'ldi rovna. Ertalabki soatda 6 da javob boshlagan qor to'xtagan yo'q. Mana hozirgacha landavermiya. Shom vaqti bo'ldi. Haliyam men javob jatdim maydalab. Hamma joy oppoq qoldi. Ertalab syomka qilay, bir ko'rsatay dedim. Afsuski birinchidan eski kelmabdi, ikkinchidan kechib qoldi. Mana qishloqda svet. Mana yo'llar. Eng past joyi 15-10 santi qalinlikda qor. Omadli yillar bo'lsin. Hammaga barakali bo'lsin. Mana oq tekis joyning biron oq joyi, qora joyi yo'q, hamma joy oppoq bo'lib yotdi. Bitta like bosingizlar. Sizlarga zarari yo'q. Podpiskani bosingizlar. İşleringizga omad. Yanagi videogacha